Assalomu alaykum, Xolmuratga qanday ahvolingiz? Aleyküm selam, yaxshimisiz? Oldindan Turkiyaga xush kelibsiz. Xolmuratga bugun sizlar Dibirkenek faoliyati Uyg'urlarning kimligini va chet ellarda muhojiratda qo'shmaslikqa qanday qiyinchilikqa duchor bo'lib kelayotganligini tushuntirib o'tdinglar. Sizlarning buningdan keyin qanday planlaringlar bor bu to'g'riliq qisqa to'xtalib bo'lsangiz. Rahmat, oldi bilan meni ziyorat qilganligingizga va fursat berganligingizdagi. Hozirgacha xalqimizningki buningga o'xshash masalaga yo'liqqan vaqtda nega berish, qanday qilish to'g'riliq bir o'rgatgan yoki maqsad ko'rsatgan tashkilotlar yoki shaxslar oz bo'lishi mumkin. Biz ham bu bo'shliqni to'liqlash uchun hamda qo'limizdan kelishicha hozir biz shakllantirgan, masalan, jurnalistlar bilan bo'lsin, yoki maqsad o'xshamaydigan davlatlar, xalqaro tashkilotlar bo'lgan munosabatlarimizdan foydalanib turib, bu masalalarni xalqaro tunutish qatorliq ishlarni qila olamiz. Undan sirtqi masalalarda masalan lobbichilik faoliyatlari, advokasiyamiz, shunga o'xshashlarni bularningki asli ahli bo'lgan dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligini qildi. Deb anaqdan keyin bizmi to'liqlagan asosda boshqa o'zimizniki shu doiradagi munosabatlarimiz bo'yicha boshqa davlatlarning tashqi ishlar ministrliklari bo'lsin, xalqaro tashkilotlar bo'lsin, shular bu masalalarni o'tirib qo'yamiz. O'tirib qo'ygandan keyin shunga o'xshash masalalarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan va shunga o'xshash xato siyosatlarni o'tirib qo'ygan davlatlar bo'lsin, shaxslar bo'lsin, siyosatchilar bo'lsin, shularga besim shakllantirish asosida xizmat prinsipimiz shu besim shakllantirish orqali ularningki shu xato siyosatlarini, xato qilmishlarini darhol to'xtatishi kerak ekanligini ularga his qildirish va shu maqsadga yetish. Rahmat sizga. Undaqda muhojiratdagi Uyg'urlardan va Uyg'ur yoshlardan nimalarni kutisizlar, sizlarning bu yapmayotgan xizmatlaringizga qanday qulaylik sağlay olamiz bu to'g'riliq? Buningda asosiy masalan qarindoshlarimiz 105 ga kelgan bunga o'xshash kulfatlarni yuyishtirib, buni so'zlashga petanamasa, buni oshkorlamasa, albatta boshqalar kelib bu ishni hal qilib beramaydi-ku. Shunda bo'lgandan keyin biz bu masalalarni boshqalarga tunutishdiki, eng asosli legitimasi deymiz, bizning haqliqlik bo'lishimiz, qarindoshlarimizdagi mush narsadan qo'rqmay pash qilishi. Pash qilgandan keyin bundaq ishlar bo'ladir deb isboti to'liq bilan biz andan keyin buni pash qila olamiz va buni boshqalarga so'zlay olamiz. So'zlagandan keyin besim shakllantira olamiz. Shu masalan boy savolingiz bir nuqta qilib turgan, bizdan nima kutisizlar deb, masalan sizlar bir media bo'lishibdingizlar bilan xalqni uyg'otadigan va shundaq ishlarga rag'batlantiradigan shundaq ishlarni qilishingizlarni, o'zingizlarning ajendasining ichiga qo'shishingizlarni umid qilaman. Albatta burun tatib quvvatsizlar deb o'ylayman. Shunga o'xshash programmalarni, yaqindagi turlarni, ya'ni proyektlarni ashtaq bir shakllarda qo'llashingizlarni tuvanchilik bilan so'rayman. Rahmat. Sizga rahmat. Alloh razı olsun. Rahmat. Meni abayga qo'yilayotgan bir ikki savolim bor edi. Turkiya Cumhuriyeti bizga qo'ldan kelgancha yordam qiladi. Uni qilolmayotgan, qilolmayotgan bir muncha masalalar bor. Bu meselelerde biz başka devletlerden yardım so'rash huquqimiz bormi? O devletlerden bizga yardım berish majburiyati bormi? Shunga bir javob bergan bo'lsanglar, undan so'ng mushta turayotgan axborotdan kelgan muxbirlar bizga qanday yardım qila oladi, yardım qilish majburiyati bormi? Va eng oxirgi savol, o'zimiz nima ish qila olamiz? Shu bir necha savolim bor edi. Albatta başqa davlatlarning hammasining bizga yordam qilish majburiyati bor. Bizga shu davlatlarga bosh davlat baxmagan bo'lsaqmi, bizning insonligimiz yetib boshlaydi. Chunki boshqa davlatlar bo'libmi kishi huquq kelishimlariga imzo qo'ygan har qanday bir davlatningki bizninkiga o'xshash bunday bir masalalar yo'liqqan vaqtimizda masalalarni hal qilish majburiyati bor. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining shunday majburiyati bor. To'liq afsus, bularning hammasi quruq chek holatga qolib qoldi. 2 yildan o'shiq bo'ldi bu ishda. Milyonlagan qarindoshlarimiz lagerlarda nimgadan ko'rib bilmaymiz, qanchasininki hayotdan ayrilganligini, qanchasining shehid bo'lganligi bizga noma'lum. Qanchasining qanday xo'rliqlar uchirganligini bilmaymiz. Qancha hemşirimizdan, qancha singlimizdan, ochimizningki bosmachilik uchirganligini bilmaymiz. Bu shunday fojialar bo'layotgan vaqtda hech qanday bir davlatningki Xitoyga majbur holatda sen bizdeki teşhir ümidimizni şartsız qabul qilib, har qanday bir yerga berib teşhirib, haqiqatni o'rganishimizni to'ssang, sen bilan bo'lgan borliq xalqaro kelishimlarimizni to'xtatimiz deyanmadi. Chunki hammasi o'zining manfaatini birinchi o'ringa qo'ydi, insoniylik emas.
Bular va'da qilgan edi. 2 dunyo urushidan keyin nurg'un millionlagan yahudilar qirg'in qilingan chaqda never again deb va'da qilgan. Bunda ikkinchi bo'lmaydi deb. Turma afsus hech qaysi va'dasi turmadi. Bunda ekan bizning o'rnimizda degan faoliyat qilishimizga uchun sabablardan birisi shu. Bizning Xitoyga ishtirsizlar, Xitoyga ishtadinglar, ammo masalamizni hech qaysinglar o'zinglar tutib hal qilmadinglar. Xitoy hal qilmadi, kim hal qildi bizning masalamizni? Bizning o'rnimiz zodi nerede? Masalan, nurg'un qarindoshlar mishada vatanning ichida agar alayda bir ahvol bo'lib qolgan vaqtda, masalan, ayni vaqtda 2 dunyo urushi vaqtida Nazi Germaniyasi Yahudilar qilgan vaqtda nurg'un davlatlarning diplomatlari o'z turayotgan davlatlardagi Yahudilarga o'zlarining pasportini bergan, pasport bolaga vizani asoslashtirgan. Biz undan bilishni ko'rmadik dedi. Ashunday ishlarning bo'lishimi amaliyot bularning bir hem insani mecburiyet hem qalalaydigan işleri. Türkiye'de öldüm, onun o'xshash ishlarni qalalaydigan deyapti. Mishalga kelganlar, masalan, Temin voqeasi bo'lgan chog'da 4-iyun 89-yil. Bu vaqtda Avstraliya onun qatnashmagan hech qanday aloqasi yo'q. Xitoy garajlarida bo'lgan barliq o'quvchilar Avstraliya vatandoshligini bergan. Bu insoniylikdan chiqish qilib turib bo'lgan ish. Amerika mu, boshqa davlatlar hammasi mu 2 dunyo urushi vaqtida Yahudilarni o'zlarining haqsiz kiyimlarda aeroplanlarda boshqa yerga to'shgan. Darfurda qirg'inchilik bo'lgan vaqtdami o'xshamaydigan davlatlar, bu Fransiyani ajib qildi bu chog'da. Maxsus aeroplanlarni berib, ularni qutqizib kelgan ahvollar bo'lgan. Faqat o'sha insonlarning inson bo'lganligi uchun Fransiya bilan boshqa davlatlar aloqasi yo'q. Demak, bizning haqqimiz bor. Inson bo'lganligimiz uchun haqqimiz bor. Ham boyaqi gapga yana desak, bizning vatanimizni qaytarib oladiganga, davlatimizni qayta quradiganga haqqimiz bor. Hem Xitoy xalqaro kelishimnomalar, ular Uyg'urlar Xitoy vatandoshi degan gapni qilganligi uchun mayli biz xohlamayli bizga kerak bo'lgan narsa, pasport kerak shunda. Bu umumiy bizning haqqimiz, uni berish haqqimiz bor. Agar uni bermagan bo'lsa, boshqa davlatlar, masalan Turkiyaniki yoki boshqa davlatlardanmi alien pasport yangi o'xshash narsani olish haqqimiz bor. Alayda masalan o'quvchilar bo'lsa, başqa yerlarga görüb universitetlarda işlemoqchi, o'qimoqchi bo'lsa, ash davlatlarningki laissez-passer yangi o'xshash pasportlarni berish haqqi bor. Ya'ni bizning davlatsiz bo'lgan taqdirdami bu yo'l tugidi deganlik emas. Ash haqlarimizni olishimiz kerak. Shu haqlarni asratish uchun ham qarindoshlar asratish uchun ham boshqa davlatlarga asratish uchun bu faoliyat qildik. Rahmat.